Agar balon yonidan yirtilsa, tashlab yuborishga shoshilmang. Ko'rib turgan baloningiz yonidan yirtilgan. Ushbu balonni Turkiya texnologiyasi asosida 1 yillik kafolati bilan ta'mirlab beramiz. Ushbu yirtilgan balonni charxlash jarayoni o'z yakuniga yetdi. Ikkinchi proses kley surtish jarayoni. Ko'rib turganingizdek ushbu balon yamaldi. Endi diskiga taqib balansirovka qilamiz. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, yamoq ishimagan. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, yamalgan balondan balansirovkaga chiqadi. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qiling.